bilagahim oqibatdanmi? Lekin meni bitta tomonda ko'ryapsiz-ku, meni efirimda do'stdan ko'ra dushman ko'p o'tiradi-da. Mana 400 ta odamdan 7 ta odam like o'ryapti xolos. Do'stdan ko'ra dushman ko'proq aka. Zo'rg'a o'tiribman mana shu bular hammasini xarakteriga chidab, jannatim deb. Alohida bo'lamiz hozirga. Joningiz omonmisiz? Boringizga shukr. Alloh kasb-koringizga barakat bersin. Musofirdasiz. O'zi shundoq ham Amerikaning eng oldi bolalaridansiz. Krasavchik. Bundan ham a'lo bo'lib yuring. Zaybar qilding degan. Zaybar qilding degani sikvarding degani. Xurshid aka ko'tingizni yopib yuring bo'lmasa. Ishtonsiz qo'tag'i yursin bu yerda. Hech kim o'ylamadi bir kun kelib Marjon menga gul tashashini. Hech kim o'ylamadi bir kun kelib Marjon menga gul tashashini. Marjon! Iloyim. Shu Amini orqasidan baxtli bo'lib ketgin. Har doim seni solyap turgan eringmi, yigitingmi havas bilan solsin. O'zing 40 gradus isitmada bo'lsang ham Amin gurkirab yursin Marjon. Amin orqasidan Surxondaryoda eng oldi qizlardan bo'lib yurgin. Inamarkalarda yurgin. Kengayib ketmasin qariginingcha. Nechta tuqsang yana torayib joyiga kelib qolaversin. Amin. Seni Amindan boshqasini amaga qarasa, u ering ko'zi ko'karib chiqsin. Marjon gul tashlaydi deb o'ylamadim. Bir kun Marjon gul tashlaydi deb o'ylamadim. Shunisiga ham shukr. Bu qachon yerga tegarkan? Emchagingni likillatmay o'lgur. Mundoqqina emchagi bilan Marjon yerga tegib ketdi. Bu qachon manamdoq emchagi bilan yerga tegar ekan? Manamdoq emchagi bilan bu qachon yerga tegar ekan? Galanskiy. Sizni bilgan biladi, bilmagan momasini qonida joningiz sog' bo'lsin jiganim. Jonim deydi. Gulyoxonim ko'tingizni qisib o'tiring iltimos, ko'tingizni qisib o'tiring. Unaqa jonim ponim demang. Sizga ham akangiz bor, ukangiz bor. Sal uyaling, xo'pmi? Shuncha odamni ichida meni jonim ponim deb. Amingizni qisib borib bir yoq boshqa yoqlarda joningizni qidiring. Iltimos. Yo'q, taniysanmi? Xotin tanidimi bittada? Bittada tanidi. Aytdimi mahallasidan dedimi? Guli yo'qalay, yo'q bo'ling. Zuzu, krasavchik aka mana eng ishonchli zapravchi mana shu Zuzu bo'ladi. Bir sumizga anaqa qilmaydi. Xiyonat qilmaydigan eng ishonchli o'zimni radnoyim. Mikrofonni o'chir. Dolishga hurmat qilaman. Jannat olsin. Mayli, bir charchamang. Nega bosib ko'rmasan? Artish paketga bo'lsa kerak. Artish paketga bo'lsa kerak. Mana maksimum 8 ta yong'oq bo'lsa kerak. Buni Putinga bosib yotaverma. Qalaysiz, yemisiz? Jannatim aka. Assalomu alaykum, rahmat. Bunaqa qilib bo'lmaydi, jonxozlar, mana Putinga saqlash keragi yo'q. Berish kerak. Ulardi. Hoji aka 1 minut. 1 minut. Hoji aka bitta o'yinim qoldi shu bilan. 1 minut. Ke. Boshqa chimi? Boshqa hech kim yo'q. O'ynayman deganingda hech kim yo'q-da mana. Kim bilan o'ynashni bilmaysan. 30 level akkaunt sotiladi deydi. Aka qizlarda ami sotilib ketyapti. Siz qo'da akkauntingizni sikadim bir.
Assalomu alaykum. Alaykum salom. Hanna. Bu Hanna kim bu? Ana agent pagent shekilli-ku. Ko'piyalab salom beryapti-yu. Jokaka am sotiladi deydi. Aka Jokaka emas, Hoji aka deng. Shoshilmasdan yozing, polizga qo'yam sizni. Jokaka emas, Hoji aka. Oldingizga oq varaq qo'yib oling, chornavik qilib. Bir 99 marta Hoji aka deb yozing. Men kutib turaman. Men hech qayerga ketganman, shu yerda men shoshilganim yo'qman. Jokaka nima endi bu? Bir ikkitasi Xodaka deb yuradi. Endi Jokaka chiqdi endi. Aka, men shu yerda men shoshilmasdan yozavering, iltimos. Yo'q, agent emasman deydi. Bo'ldi jonim opam. Jannatim seni. Zamonga izlaringiz. Yaxshimiz aka, rahmat, Xudoga shukr. Tinchmisan, sog'lig'ing yaxshi. Hanna, o'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Hoji aka. Tinchmi? O'zi qalaysiz? Zo'r, rahmat. Jannatim akalarim. Bosh 5 shart bilan. Sen bilan shartni o'ynab bo'lmaydi, kayfiga. Hoji aka am sotiladi. Ayazda amini sotib yursin yarim kechada aka. Ayazda amini sotib yursin. Aka yarim kechasi. Olotga salom mandan. Ajil. Ayazda amini sotib yursin. Nima dadangizga o'zim o'tmay qoldim. Kayman seni. Seni og'zingdan am tush. Bu bola kopyalab yozyapti, to'g'ri, bunday qilaylik. Bunday qilaylik. Mana ketdi. Bilmayman, mana bu kim 70 marta tashlayapti? Kim bu? Görmüyorsun. O 70 marta tashlayapti. Chigarim. Zo'r aka. Joninglar sog' bo'lsin, boringlarga shukur. Assalomu alaykum Hoji aka. Qarasam ishlolma hali. Yo'q, kerak emas. Ovozingiz chiqmayapti aka. Nima qilyapsan? Qanaqasiga chiqmaydi ovozim? Hamma eshityapti-yu. Men ishxonadaman. Men servis qilib yuribman. Shashlik pishirman. Ishxonada pishirishdi-da. Bosing Hoji aka bo'lsin. Servis qilamiz. Hoji aka hamma servis qiladi. Men Nigorga internetga ketdim. Ha? Men senga internetga ketguncha senga sor qilaman. Nima deydigan qiz? Hammaga. Hammaga. Bitta chiqadi Nigor. Hoji aka Endi tugadi. Ne hoji aka? Ushadimmi oxiri? Rahmat. Xiyonatkor. Ovozini yopinglar. Ovoz yaxshi gap bo'lmaydi hozir. Rasvo bo'lib ketadi hozir. Hozir ajrattirib beradi bular meni. Okajonim, rahmat. Vijdonsiz. Sizlar. Zapal bo'vasiz hoji. Zapal. Nima? Ha, beraymi? Ha? Yo'q, menga olib ketma. Va yaxshimi? Beraymi deydi. Rahmat aka. Yerga teydingmi? Ha? Yerga teydingmi? Men ketaman. Ishxonadaman. Yerga teydingmi? Yerga tegdingmi? Yo'q. Yo'q. Oya. Erga tegsam aytaman sizlarga. Voy, bu men bitdi. Asli hammasini olib Naqdi.
Akalar bitta 40 talik beringlar. Etonlarni bitta joyini tozalab olsan, suvni yig'ilib ol. Qaysi bilan qaysi tarafı? 40 talik mi? Nilufar, rahmat. 40 talik mi? Bek aka, rahmat aka. Ana nari tomondagi Shahzodadan rasvo bo'lib qolmaylik. 6 ta vinda kelib mana shu rasvosini chiqarib ketmasin. Kelib 6 ta vinda shu barbod qilib ketmasin. O, 5x bor ekan kimdir. Ichiga kirib beramiz. Ichiga kirib beramiz. 5x. 5x. Bek aka. Aka, bu holatga kelalamizmi? Bu holatga kelalamizmi? Jannatim akam 5000 qilishadi-yu, voy bilan, Merdian tog'am kerak bunaqa paytda. Merdian tog'a kerak. Buni aylanib yeb qolish kerak meni. Ertaga ayamini 15 sutga ketasan deydi. Yaxshi, ayamini o'tirar ekanman, zerikmas ekanman bitta o'zim. Men o'zi ayol kishi bilan ko'rishib qo'yish kerak. Alimov Imron. Men ayam bilan o'sha yerda sho'rva pishirib o'tiramiz. Jannatim opam deb. Jannatim opam deb. Yaxshi yolg'iz o'tirmas ekanman. Uydalar ham xavotir olmaydi. 102 topadi deydi. Uka 94 126 22 86 nomerim. Lubobet telefon qilur. Buni o'zim aytaman. Haqiqiy ismim Abdullayev Muhiddin Furqatjonovich, 86-yil 22-iyunda tug'ilganman. Bemalol ma'lumotlarimni tashlab bering. Okey. Iloji bo'lsa mahalliy uchastkaga prema telefon qilsam o'zimga. Sen telefon qilib yurmagin yalangoyoq. Asabim buzib. Alaykum salom, rahmat. Jigarim, tinchmisiz? Tojikiston bapesh, radnoylar. Unaqa maydalashib, piddalashib yurmagin. O'zim senga adreslarni beraman. Mashina nomeri 207. Onajonlaring, men Nigor 5 ga senga xatdan keldi, men senga erga tegdingmi desam, yo'q deyapsan. Mana shu Obidjon qiziqyapti shekilli menimcha. Aytdim men senga. Erga tegdingmi? Nigor. Manga gul ko'tarib qilishgan-a, klientim Nigina. O'shan salatdan. To'g'risi deyma. Rahmat hoji aka. Unaqalar salatlar qo'y. Deyaptim senga. Men biz tozalab qo'ygan. Obidjon aka, odam podamas ekansiz aka. Odam beshkani urib turibsiz-ki, menga. Bunaqa. Mana bu imchi ochadigan qiz. Baqaka. O'shamish qilib noz qaysarcha degani ashi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz hoji aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Jannatim sening bormisiz? Voy, ko'rinmaysiz aka, bir pandishka ham kiymaysiz. Hamma joy tekshirib ketyapti, akam yo'q dedim. Men ana edimmi? Og'ir ahvolda balta dedim. Endi chiqdimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi axir? Nima bo'ldi? Bitta qo'l olib berdingiz. Efirdamanmi? Oka, unaqa metrlik. Tekrar assalomu alaykum.
Bu kim bu Guli? Nima bu jonim ponim qilib tashlayapti mani? Sevib qolgandir-da siz aka. Bilmasin. Ben sevgiga ishonadigan bola emasman. Nimaga aka? Nimaga ishonmaysiz sevgiga? Bunday qilsam. Men uchun sevgidan ham muhimi ishonch. Ne gap yo'q, mard ekansiz. Haqiqatdan ham to'ppa-to'g'ri. Nima bo'lyapti shunda? O'ynayapsanmi shartlarda? Albatta o'ynaymiz. Bosing. Bizga ham bir anaqa mashhur shartlaringni hammaga qilib beraveryapsan. Ha, yuting. Yutsangiz. Bilasiz-ku, marta o'ynayapman. 20 raund, 30 raund o'ynayapmiz, lekin Xudoga shukr. Akalar, Jahongir aka, assalomu alaykum aka. Jahongir aka. akalar mamasila, basila. Yutversa hozir noz bizga mehr bilan shapir. Mushkul emas. Birlashamiz akalar. Ketdik biznikilar. Jahongir aka, manetamiz bormi? Jahongir aka, manetamiz bormi? Jonlaninglar, jon akalar, jonlaninglar. Iltimos, mama ko'raylik. Jonga guli yo'q bo'lay anaqa. Andijonski. Qo'llagan aka. Ko'krak haq hurmat. Solinglar. Привет. Ko'krak haq hurmat. Solinglar. Sultan shunday gaplar. Ancha bo'ldi. Ayol kishini ko'rmaganimizga ham. Akalar bitta birlashaylik. Aka, iltimos, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Sultansha. Bittagina. 2 qiz kechkim yo'q bizda. So'yla rahmat. Bo'ldi. Aytib guli yillar bilan o'ynab turdi-yu. 3 balkon, 3 ta gul. 3 ta roza. 3 ta roza. Alo deydi. 3 ta roza. Roza. 3 ta roza. Farhod rahmat. So'yla rahmat. Yana bitta dona. Ali Karim aka, assalomu alaykum aka. Bitta dona. Rahmat guzarim. Aka, bittagina shot ko'rsating aka. Indamasdan har doim chiqib ketasiz aka. Aka, monet bitta yutib berib ketdim. Eshitibman? Ko'raylik akalar, ko'raylik. O shartdan yutuqsa men mazini ko'rsatar ekan. Bundan ham chiqarmadim. Bu niye bu? Ketib bo'lyapti o'yin. Assalomu alaykum. Rahmat-ku. Akalar bittagina. Bittagina birka bo'laylik. Monetamiz yo'qmi? Feruza, podelиться qiling. Javob ber, nima deb javob beray bilan. Akalar, bu Guli degani o'g'il bola bo'lib chiqadi. Baribir. Jonimga tegyapti xolos prosta. O'g'il bola bo'lib chiqadi bu Guli degani. Spisanni qilyapti. Gostiga chiqsam hozir qo'tanicha ko'rsataveradi hammaga. Guli degani o'g'il bola bu. Men bilaman. Ha, o'g'il bola bu. Undan ko'ra men Nozim mammasini ko'raylik. Birga bo'la olmaymizmi? Qiz deydi, qo'tag'imni yemaysanmi? Ko'chada bo'ydaqa yo'q qiz. Sen qatdan qiz bo'lib qolding. Gandon Sardor keldimi deydi. Shunda Sardorni haqorat qilyapsizmi aka? Shunda Sardorni haqorat qilyapsizmi?
Qorin bilan yotaverib, qorningiz og'rib ketmadimi dedi. Yo'q, qo'tag'im ko'tarib turadi Shahina. Qonim tegmaydi. Men rasmga ham qo'tag'i turib ketadigan bo'laman. Qo'tag'imda turganda qonimni ko'tarib turadi tepaga. Xavotir olmang. Jannatim. Jannatim meni. Anjanskiy, родной. O'zingiz sikmasiz. Do'zax sengacha chiqadi deydi. Endi xudoning ishiga aralashmay qo'yaveringlar. Normal odamga shunaqa gapirasizmi deydi. To'q hayotiy gapiraman. Nozi, bugun meni ko'rish nasib qilmadi. Druziya qilib qo'ydim. O'ynaymiz yana, bo'ptimi? Bo'ldi. Hurmatdasiz. Vujudingiz. Akilga masalaga isbotlab beraman hozir. Baqaki yalang oyoq mana go'sti tashladim. Baqaki, chiq baqa. Chiq go'stiga Guli. Bizni senga toshab olmaydi, men Gulini chaqiryapman. Mana masalaga aytdim o'g'il bola deb. Mana chiqsin. Chiqsin bu. Jonimlama dalbayob go'stimga chiq. Go'sti tashlayapman senga. Sassab o'zing kerak edi, babish. O'tag'im sani bilan. Go'sti deydi. Hoji sen to'li bo'yimisan? Nima degani u to'li bo'y? Yaponchasi. Margo opa yaponcha yozmayman, men yaponcha bilmayman. To'li bo'y deganimi degani? Bu kim endi? Deyapti. Qilib oxiri baxayr bo'lsin. Shuncha xalq. Assalomu alaykum. Xudo. O'g'il bola deb o'yladingizmi? Hayotimda ham uchrayapti boru. Короче, bundan o'tgan safar bir oy oldin klubda o'tiribman. Bir qiz bilan o'tirdik. Bir qiz tualetda tikka turib siydi men buni, tikka turib siydi. Qiz bolammi u shunday transmi? Trans ekan. Trans bo'lib chiqdi. Ha, shunaqasi ham borligi. Kimnidir efirida nima o'tirganda kimdir anaqa shoh pozitiv bo'lib chiqdi-yu, prям anaqasini ko'rsatib yordi-yu. Siz ham bor edingiz. Yaqinda menga shahriy bo'lib keldi. Hoji lift dedi shahriy birorta gap bormikin deb bitta ko'tarsam paket chiqarib o'tiribdi-yu. Xudo. Ha, mayli, rahmat. Go'stiga ko'targaningiz uchun sog' bo'ling. Endi shuncha odam oldida gaplashishga g'alati-da. Bilmadim. O'zi qayerdansiz? Toshkent viloyat. Qaysi viloyatda? Toshkent. O'rta Chirchiq. O'rta Chirchiq. Ammo shu Chirchiqlarni hech qaysini ko'rmaganman. O'rta Chirchiq, Quyi Chirchiq, haqiqiy Chirchiq. Mayli, ko'rarsiz. Mayli, sog' bo'ling. Bo'ldi, jannatim, jasad qiling. Xo'p. Yaxshi qilsagan jannatim. Jannatim yaxshi qilsagan. Mana bu Guli nimaga hojil o'ryapsiz, bilsanmi? Ha, Guli ham trans ekan. Yana bir marta go'sti tashladim. Agar go'stiga chiqmasa, ko'tarasiz deb o'ylamadim dedi. Nega? Men ham odamman, Shahina. Shoha. Siz ham odamsiz. Yo'q. Nega so'kaman pati inson? Jannatim. U davrlar o'tib ketdi. Nega so'kishim kerak emas siz? Qiblaga xo'p. Siz so'ksam bilasizmi men? Nima degan odam bo'laman xalq ichida? Guli chiqsin go'stiga deydi. Chiqarmayapti-yu.
Bu safar chiqmasa bloklab tashlaymi tetugini. Jonimga tegadi. Prosta o'g'il bola jonimga tegadi mana shunaqa qilib. Jonim, ponim, shakarim, asalim, popalog'im qilib. Yuragimni ezadi. Hozirki hech kim yo'q, Anamda 600 so'm turibdi. Boshida jannatim degan gapingizga o'luvdim, keyin yomon gapirib ketdingiz dedi. Mani gapirishim shunaqa. Erkakga qiziqadimi tavba deydi. Hozir meni dumbam uncha qizda yo'q-da, jannatim. Manikidaqa dumbani chiqaraman deb qizlar sport zalda belini chiqarib qo'yapti-da. Onangizga o'shancha qiziqyapti shekilli-da. Menikidaqa dumba uncha qizda yo'q-da. Endi hozir turchida o'tiribman, bloklab bermasin, bo'lmasa ko'rsatib bergan bularni. Unaqa ko'tni chiqaraman deb qizlar belini chiqarib qo'yapti. Shuning uchun kiygan kiyimim menga reminsiz shunday o'ynab qolaveradi, reminsiz shunday o'ynab qolaveradi. Bekor ko'rsatib qo'yibsiz-da, endi qutulolmaysiz bulardan dedi. Kumushxon alayhissalom. O'shaning uchun bular orqamdan qo'yaveradi. Siz qiz bo'lgansiz dedi. Ha, men 33 yildan keyin endi bildim amim borligini. Yaqinda bilib qoldim. Men aslida qiz ekanman. 33 yildan keyin amim borligini bilib qoldim. Bilmasdan uni ko'timi tagida bosib yuravergan ekanman. Yaqinda xabarim bo'ldi bundan. Gulxon. ...92 yilmisiz deydi? Ha, 92 yilmi? Shu tug'ilib turganimda orqamdan bir parchamni otib berishgan ekan, faqat yopishib qolgan ekan. Kichkinagina bo'lib yotgan ekan u. Bechora qorayib ham ketibdi. Ancha gaplashdik. Bir yarim soat gaplashdik. Qorayib ham ketibdi, juda abgor bo'lib qolibdi. Ahvoli juda chatoq. O'shanga hozir nima qilishni bilmay, kimga berishni bilmay o'tiribman mana shu yerda. Hoji jonim dedi, joningni ishi siksin sani biladi. Chiqing o'ziga, chiqmaydi u. Qo'qondan ketdingizmi uyga dedi. Ketdim-da Rustam aka, Qo'qonda yuravermayman, aylanib bitta kechgacha. Boya bozorga bordik. Ertaga onam tug'ilgan kun edi, bozorga bordik. Xudo, o'g'il bola bo'lmasin, ishqilib, Xudo. Xudo, ishqilib o'g'il bola bo'lib chiqmasin, sharmanda qilma shuncha odamni. Kim o'zi ham interneti yo'q ekan. Opamisiz, akamisiz? Internet yo'q. Marti jahriga tegaylik. O'zdan yaxshimisizlar akalar, axir shu tinchmisizlar, yaxshimisizlar, mazara yaxshi. Hoji aka shu Umirbek bilan tanishtirib qo'yinman. Ko'katni ko'ravsizlarmi? Hoji, buni eshitdingmi? Sanosh nomini yalaganini eshitdingmi? Sanosh nomini yalagan. Eshitib qochyapti mana, eshitdim. Aka, seni ushlab, mayli hojijon. Mayli og'a, men ketdim. Zakon. Eshitdim. Endi hozir bizning qizlar ham azimcha nozik bo'lib qoldi-da. Hech bo'lmasa bitta o'psiz kiyim beraman deydigan bo'lib qoldi-da. Bizning qizlar ham shunaqa narsaga o'rganib qoldi-da. Hech bo'lmasa amimdan bitta o'ping kiyim beraman deydigan bo'lib qoldi. Chata bo'lib qoldi. O'shaning uchun iloji yo'q, bir xillar shu ishga bo'pti.
Sevgida endi hammasi. Sevgi. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Jannatim opam, qalaysiz? O'g'il bolamidi biz bizda? Siz zo'rmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi, hoji? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Ota-onangiz, bolajoningiz yaxshimi? Shuningiz tinchmisiz? Salomat. Xudoga shukr, xudoga shukr. Rahmat. Ko'rmaysizmi? İşte. Jannatim opam. Ha? Deysiz? Men Navoiyxonada ishlayman, Nochda. Deysiz deyapman. Ha? Qayerlisiz? Surxondaryo. Biz ham eringiz itda urgan ekansiz. Qulog'im ketibdi. Yo'q, hoji. Kalta yemaganmisiz? Bochada? Yo'q, xudoga shukr. Yo'q. Yaxshimisiz? Baxtlimisiz? Yaxshi yashayapsizlarmi hozir? Xudoga shukr, Allohga shukr. Lekin yerim bilib qolmasin sekin o'g'lingiz rasmini qo'yib qo'yibsiz hozir. Jannatim. Yo'q, xo'jayinim biladi. Qayerdalar pochcha? Uydalarmi? Uyda, ha, uyda. Pochcha ham zo'r inson ekan. Xotinni kechqurun ishga chiqarib qo'ygan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa erkaklar ham ko'payib ketdi. Hoji, endi har xil vaziyat bo'ladi-da hayotda. To'g'ri. Vaziyat bo'ladi, jannatim. Muhimi bir-biriga ishonch bo'lishi kerak. Gap unda emas. Bemalol uxlayotganiga hayron qolaman-da. Yo'q, endi vaziyat shunday-da, vaziyat shunday. Kunduz kun xo'jayin ishlaydi, kechqurun men ishlayman. Vaziyat shunday, vaqti kelganki, ishlatmay yotqizib boqqan paytlari ham bo'lgan. Er-xotin qo'sh ho'kiz. Shunday maqol bor-ku. Nima deydi? U kunduz ishlasa, siz kechqurun ishlasa, yo'lda ko'rishib qolasizlarmi? Yo'q, uyda ko'rishamiz. Xudoga shukr. Vaqtimiz ko'p ko'rishga. Necha yildan beri oilalisiz? 10 yildan beri. Oila. Nima qilasiz? Opa Navoiyxonada non qiladi. Surxondaryoning qayerdadirsiz? Qumqo'rg'on bilasizmi? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'ondan Sarosiyovga bordim. Ha, bildim. Denov keldingiz, keyin Sarosiyoga o'tdingiz. Bildim. Shu payt. Bordim. O'sha yo'li bilan ketdim-da keyin. Ha, shunday ya. Mirobod yo'li bilan. Qarang, nechinchi yilsiz? 91. Qarang, men sizga bitta maslahat beraman, bitta nasihat aytaman. Mana biz ko'chada ko'p insonlar hurmat qiladi, salom alaykum qiladi, yoki rasmga tushadi, yoki mehmonga chaqiradi. Mana aeroportlarda, hatto tamojni xodimlari ham salom alaykum qiladi. Hamma taniydi, bitu taniydi. Qanaqadir e'tiborga erishdik, lekin baxtga erishmadik. Biz baxtsizlardanmiz. Lekin bizni odamlar to'g'ri tushunmaydi. Mana qizlar to'g'ri tushunmaydi. Qo'yib turgan videolarimizdan to'g'ri tushunmaydi. Miyasiga nima fikr kelsa, ko'zi nimani ko'rsa, o'shani o'ylaydi. O'shaning uchun bizga nisbatan noto'g'ri fikrda demoqchi bo'lganimki, biz baxtsizlardanmiz. Meni sizga maslahatim sinim. Qarang, oilali ekansiz. Men oilali insonlarni rosa qattiq hurmat qilaman. Ayolni ham, erkakni ham. Chunki Xudodan kecha-yu kunduz so'rayman, birovning nigohidagi ayolga noto'g'ri qarab qolishdan Xudo asrasin. Eng katta og'ir narsa bu narsa. Kimdir nigohidagi, hatto menga kelib gapirib, eshilib suzilsa ham, men sharmandasini chiqarib beraman unaqa ayolni. Asrasin Xudo. Oilani asring. Bu TikTok shunaqa narsa, ya'ni aytayapman, bu TikTok orqasidan biz ko'p narsaga erishdik. Tamam, obro'ga erishgandirmiz, hurmatga erishgandirmiz, kimdir havas qilar.
lekin havas qiladigan joy emas. Biz baxtsiz bo'ldik. Biz bundan keyin baxtimizni topa olamizmi? Masalan, men bir insonni juda yaxshi ko'rdim. Juda nimaga opalari ko'rar ekan bizni TikTokda, bu xoramxo'r bola-yu dedi. Tushunasizmi? Mana bu yerda internetda ko'radigan holatda u tushungani bilan oilasi tushunmadi. Shuning uchun mendan sizga maslahatim, jannatim sening. Qiziqmang bu TikTokka. Umuman qiziqmang. Oilani mahkam qiling. Farzand hali yosh ekansiz, farzandlar Xudo berar. Farzandlarni kelajagini qilinglar. Erdi hech qachon boshini egib qo'ymang. Alkash bo'lsa ham, pastkash bo'lsa ham, kim bo'lishidan qat'iy nazar taqdirda kimgadir siylovi bo'ladi, kimgadir sinovi bo'ladi. Sabr qilsangiz hamma narsa zo'r bo'ladi. Lekin to'rtta erkakning ichida boshini egdirib qo'yishga sababchi bo'lmang. Bunaqa yashirincha o'g'lingiz rasmini qo'yib ham profil ishlatmang. O'zi ruxsat bersa ham, yo'q, menga kerak emas deng. Oilani asring, men oilaga zo'rman. Bitta farzand bilan o'tib kelyapman. Uni ham onasi o'tib ketdi. Mana menga bir etek farzand 20 ta farzand tug'ib beradigan ayol bo'lsa boru, bir umr boshimda ko'tarib 20 ta farzandni uddasidan chiqib olaman. Bitta o'g'lim bor, millioner oilaning nevarasi. O'zi katta bo'lib qoladi desam bo'lardi, lekin qo'rqaman qiyomatda ertaga yoqamga yopishmasin dada deb. Ana shuning uchun maslahatim, TikTokka qiziqmanglar. Internet inson qadr qiymatidan ustun bo'lib qoldi. Chunki ertalab ilgari turib buvlarimizga, ota-onamizga salom berib chiqardik. Hozir ko'zimizni ochib to'g'ri yo Instagramga yo TikTokka kiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz shu bo'lib qoldi. Shuning uchun yana o'zingiz bilasiz, men hayotingizga aralashmoqchi emasman, hayotingizga qo'shilmoqchi ham emasman. Asring, baxtli yashang. Jiyanlarni yaxshi niyatda katta qiling inshaalloh. Kim qanaqa tushunsa tushunsin. Diamond krasavchik. Hoji bobo, assalomu alaykum. Chitoshimo? Rahmat, tinchmisiz? O'zi yaxshimi? Bo'libdimi? Siz ham Samarqandga ketsangiz, endi Samarqandcha gapirsak ham bo'ladi sizga. O'sha tepani kecha kuni shunday borsam, mana vokzalda oldida pipesda to'xtadi. Hoji aka, o'zingiz keldingizmi deydi. Vatanimdan. Tinchmisiz? Uydagilar yaxshimi? Shukur, o'zi yaxshimi? Yigit katta bo'lyaptimi? Yaxshi aka. Yuribmiz. Salomatlik qanday salomatlik? Bo'lyapti, salomatlik bir chekkada. Salomatlikka qaranglar, bizasin. Diamond qachon ko'rinish beringlar bitta. Nima beray? Ko'rinish beringlar, bu eski qurollarni bir xotirlaylik, eslaylik. Mana qaytdik aka, xudo xolasa mana bu efirjasini ochib olamiz, nasib qilsa sekin-sekin tayyorlaymiz aka. Mana qaytyapmiz. Sizlardaqa dana aligidan insonlar yo'q, sizlardaqa insonlar. Yo'q, qaytyapti, ammo bolalar qaytyapti, brat. Sekin-sekin hamma iziga Bu oy mana bo'ldi nimagadir? Bu oy jimjitli oy. Shu oymi? Mana shu oy shunaqa bo'lib turibdi. Yaxshi bo'ladi, hozir sekin mana yigitlar hammasi qaytyapti. Bo'ldi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bular meni jonim dura bu translarga nima nari tomondan bir fohisha bo'lib ko'rinyaptimi ko'ziga bular? Bo'pti, hoji aka, o'yinni bosing. Juda kuchli odam, juda kuchli eskilardan danatillar. Haqiqiy nomusi chesti. Mana shu odamlar. Kuchli tepada aka. Biz bir bandamiz. Endi haligi nima deydim? Sizlarni paytlaringda videoshi tanlash bo'lmaganda, aqa ham ururgansizlar, baqa ham ururgansizlar. Unaqa danatillar yo'q hozir. Hozir lekin tanlash kerak, brat, hozir ko'payib ketgan hozir. Hozir tanlamasa bo'lmaydi. Bu yerda bilan biznesida kim o'yini zo'r bo'lsa bilan dang'illatish bo'lardi. Endi anaqa edi, bir interes bor edi, mazza qilib o'tiradigan. Endi videochi ham kam edi, hoji aka. Videochi ham ko'payib ketdi-da. Ilgari qizlar o'zini ko'rsatganda uyalardi. Uyalardi. Ha. Hozir
nagili videochi bo'lib ketdi. Ana bitta qiz ajrashib kelsa boru, hali ona ham o'zi shu horamiga berish niyatim yo'q edi. Kim bolam o'tir. O'zi shu itdan tarqaganga bekor sani berdim. O'tir, to'rtta akilxon sani, meni ham o'zingni ham boqib oladi deb, onani o'zi TikTok ochib beradigan bo'lib ketdi. Shunaqa davr keldi aka endi. Anavda Endi onlayndan biznes qiladigan davr keldi. Virtualniy anaqada bu biznes. virtualniy biznes haqiqatdan. Sardor chiqqanda Sardorchik keldimi? Zo'r aka, yuribdi. Yaxshi yuribdimi? Ay, молодец. Azizam yaxshimi? Bizneslari yaxshimi? Azam yaxshi, ishlarini juda tiklanadi. Ay, молодец. Ish qilib ishlariga omad, sog' salomat bo'lsalaring bo'ldi. Xursandman. Yoni Xo'ja sog' aka. bo'lsin. O'zida ehtiyot qiling aka. O'yinni yozib bering aka. Tirikchilikni ko'ring. Mayli aka. Ko'rishamiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Xo'p aka. Mendan bu odamlarni betida 2 yil oldin bu odamlar yo'q. Men sizni boshimga ko'targan telefoningizni ko'tarmaymanmi? Endi akalar ha, onammi? Bilmayman, vahroq qiladi-da, qari xotinga 12da qiladi. Ilg'anim, salomun alaykum. Onamni tug'ilgan kuni ekan. Hozir to'xta. Men onamga telefon qilib ko'raychi. Ertalab onamni tug'ilgan kuni. O'lanjon aka, alaykum salom. Balodan ko'taradi onam. Qatdan ko'taradi? Soat 12da bangillab ham bechara. Yo'q, meni ham telefonimni ko'tarmadilar. Meni ham telefonimni ko'tarmadi. Sevgiga qo'ydim dedi. Ishq qilib chiqani sevgiga qo'ygan ekan. Menga qilasanmi deb. Opa, sizdan motivatsiya olgani keldik. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Motivatsiya. Muhammad jiyanim. Gaygu. Sevgiga qo'ydim debsiz. Bizga ham o'rgating, shuni qo'yolmayapmiz. Qiynalyapmiz. Qadariga shu sevgini. Ming la'nat bo'lsin shu sevgini. Uyiga o'tishsin shu sevgini. O'ylab chiqarganda ham o'ziga. Yaxshimisiz, Hoji aka, charchamayapsizmi? Lekin qo'yolmayapmiz. Jicha shirin gapirsa yana erib ketyapmiz. Sardor keldimi? Yaxshimi Sardor? Men nima darddaman, siz nima darddi? U to'g'risida endi bir narsa deyolmayman. Ma'lumotni saqlang. Nima yangiliklar, charchamayapsizmi? Yo'q, charchaganimiz yo'q. Qayerdansiz, Qashqadaryodanmi? Samarqand. Siz Samarqandda. Bulung'ur. Samarqand aeroportiga tushdingiz, Sardor. Kutilmaslarda. Men Moskvadaman. Ha, Moskvada. Ha, sabr qiling.
Mayli, janatim sening, o'ziga so'z qiling. Sizga ham o'taman sizni, o'ziga ham o'taman sizni dedi. İnsanlar için eng yaxshi gap pashon nahoy. Akalaman o'chirdim efirda. Bir uyga telefon qilaylik. Balkim o'zi uyga yo'lga chiqarmay, ertaga onamni tug'ilgan kunlari. Mag'rursilar. To'g'ri yo'lga chiqaman. Oka, nazmi, tuzumi oka. Tinchmi oka? Nima tipratkonga o'xshab o'tiribsiz taqilib? Nimaga hokisor bo'lib o'tiribsiz? Ha? Hech narsa qilmagandek o'tiribsiz. Ha? Nimaga ko'tlik qilding deydi. Aka, meni ota-bobom ko't bo'lgan. O'shaning uchun ko'tlik qilaman. Meni ota-bobom ko't bo'lgan. Kaptasiga qushlardan bir xabar olib chiqmasa bo'ladi. Qushlarimga qarab kelib, buni bitta sirini aytaymi sizlarga. Qushlarimga qarab kelib, sekin narixonaga chiqib xotinini olib chiqib keladi. Juda iflos bo'ladi. Xotini juda sho'strik zamoni bor. Juda sho'strik. Tojik qiz, o'zi ham tojik bola-yu, tojik qiz. Buni qattiq ushladi lekin. Hozir qushga qarab keladi, shunday narixonaga chiqib xotinini olib chiqib keladi. Bir narsa deydi, bo'ldi. Eshikni menga ochtirmadi xotini. Eshikni ochtirmadi. 47 minut eshikni taqillatib turdim. Ha? Bundoqda eng zo'rini aytaymi? Borki o'zini dunyoda tanho deb o'ylaydi. Bu odam o'zini dunyoda tanho deb o'ylaydi. Qachonki? Chunki baxil, ko'ra olmaydi. To'g'rimi hoji aka? Nima aytyapsan? Zekka aytyapman. U manfaati uchun любой joydan o'tadi, любой insonni haligi g'ajiydi, u qaytmaydi hech narsadan. Manfaati uchun hamma narsani qiladi. U o'sha bizning gaplarimizni ko'tara olmayapti. Tushunyapsizmi? O'sha bizning gaplarimizni ko'tara olmayapti. U o'zini borki dunyoda tanhoman deb o'ylaydi. Dunyoda bittaman deb o'ylaydi. Go'yoki boshqa inson yo'q. Shoh bugun Qo'qonga bordim. Uyga bozor qilgan. Jamoa oldim. Aytdim senga. Farhodni ham oldimda. Ham Qo'qonda endi birinchi marta ko'rishi. Oma ana kiyimni ko'rsatib berdim, orzanligidan 5 ta oldi bor. Nech pul ekan u? 200 ming so'm? Duvoykan. Bugun qorasini oldim. Mana qorasini oldim. O'zi kiyinishga yerimda turdim. Hozir uyga qarab chiqishim kerak, ertaga mamashkani tug'ilgan kuni. Ha. Mana shu, mana. O'tgan safar yashirini oluvdim-mi mana? Ko'rdingmi? Ustini ko'rsatingchi, ustini. Buni ham ko'rsataman. Men yoqaligini oldim, ular yoqasizini oldi. Hoji xotiningni gapirdi. Qaysi xotinimni gapirdi? Qanaqa xotinimni gapiradi? Ne xotinimni gapiradi? Zarba yo'qmi? Mana. Mana men yoqaligini oldim. Qo'qonga borish kerak ekanda. Turi bor. Turi. Ana krasovkan qancha oldi deysan mana. Mana. Yengilgina. Turishini qara, fasollar chirili. Men shundan oldim men lekin. Nech pulga oldingiz? 220 mingga. Men 125 mingga oldim mana. Yo'q,
Ha 125 ming, 250 mingga ikkita olding. Men bilan o'zimizdan bilan 220 mingga olibman. Uka, men senga ko'rsataman hozir, qarab tur. Nurbek qanchaga olib bergan? Mana qara. Mana mashina qancha deb o'ylaysan mana? 250 ming, 300 ming bormi? Yo'q. Mana bunisi ham bor mana. Mana bunisi ham bor mana. Qancha 500 mingmi? Yo'q, ko'tarib. Qancha? 200 mingdan oldi. Yo'q. Men bilan manini 1 million 400 ming dedi. Meni 1 million 400 ming dedi. 1 million 100 mingga oldim. O'rtog'imdan. Qara, bizni tanib qoldi. Bozorchi bolalarni o'zi tanib qoldi. Bizni o'sha raqamlarga ponni optimni ichiga olib kirib bordi. U paketli bo'lar ekan, 6 ta sotilar ekan. Bizni tanigan uchun bizga donalar. Tushundingmi? Sizlarga. Donalar. Bordingmi? Kechami? Bugun ukam bilan bordim. Nurbekkacha. O'sha kun borganimmi? Avval kun olib bordim. Aka Farg'onaga borib kelaylik, kiyim olib dedi. Sandini Farg'ona demagandir, masalan, Zo'rjoyga olib boraman. Shu Qo'qonda bozorning ichiga olib kirib, optimga shuni olib kirdim. Hamma tanidi-yu bizni. Mashinalargacha tanib qopti o'zi. Keyin shunaqa kiyim olmoqchimiz, bunaqa komplekt dedi. Aka to'xtanglar, hozir bir joyga olib boraman dedi. Bolalarni o'zi 5 ta 6 ta bolalar bizni olib bordi, olib kirib bordi. Akalar dedi, o'zimiz tanishlar dedi. Paketdan ochib beringlar dedi. Paketdan ochib berdi. Aytdim-ja, ustingizda gurkurab kiyimlar yuribdi har xil deb. Qara uka bilan kiydi shunaqa uyga Farhod maza qilardi o'zi ham bor-ku. Yo'q. Uyga material oldingizmi yo faqat kiyim-kechak qilib keldingizmi? Oldim, hamma narsa oldim. Ertaga onam tug'ilgan kuni hammi, keyin bozor ham qildim. Endi hozir ketaman deyapman, hozir yo'lga chiqaman. Onaxonni tug'ilgan kunini qayerda qilasiz? Uyda qandoshliqlar. Ya, hammalarini oling, oilaviy, qandoshligingizni bilmadimi? Chuska olib kelib bitta osh qilib bering. Ha, buloq choyxona bor-ku, 4-etajga chiqsangiz, polni chus ko'rinadi. Ashta bitta osh qilib bering. Yo'q, qilib beraveraman men. Oilaviy qilib beraman. Lekin ertaga o'sha oyam qandoshlari, jiyanlari, opalari, bir balolari keladi. Ha, kunduzi ular keladi, kechki payt sekin beqa olib keling. Ja bo'lmasa men bor. Qoshlaysiz, tamom. Shoh zo'rmi, rahmat, tog'a, tinchmisiz? Haqiqatdan olmas, seni chaqiraman. Guja qilasan. Ha, men bor-ku, tamom. Bo'ldi. Ikkovimiz choy ustida gaplashib o'tiramiz-da. Navoiyga yo'lga chiqaman. Navoiyga nimaga? Assalomu alaykum, keling, charchamayapsizmi? 5-kuni xotin tug'ilgan kuni. Ha? Xotin tug'ilgan kuni. Ha, siz ham tuturig'iz yo'q ekan-da. Bir kun urushib, 2 kun yarashib, yomonlab. Yarashadigan bo'lsangiz yomonlamang-da, bilan zaif bola ekansiz-ku, bilan. Ashtadan aytdi-da bilan borib. Men atayroq buni profilini bilib olay deyapman-da, tushundingmi? Uni profili bor. Bitta bittasini bilaman. Bitta tiyomni ochib olganda o'shani topolmayapman-da. Uni yomonlar so'ksa alamdan yozib yuboradimi desam, yozmayapti-da bu qanchaga. 5-kun gullarni ko'tarib borar ekansiz-da. Yo'q, men shu nimaga ne biladi. Men sizga aytdim-ku, o'sha ana uyingizga olib kelib, shuna yashang shetda tamom. Uyingiz bekor yotibdi bilan, 3 xonalik bilan, normallik bilan, konditsioner bo'lsa bilan, xolodilnik bo'lsa bilan, palos, parda bo'lsa, yana nima kerak? Bitta ayb endi bilan nima stenka. Stenka nima kerak hozir? Stenkam yo'q. Nima kerak stenka? Yasashing kerak. Keyin anavi nima kerak? O stenka kerak emas hozir kunda. Mana qara. Shoh mana. Mana. Bugun endi hozir anaqasi emasda, qani mana. Bo'pti, aniq qilib aytaman kelishingni. Bir sezon urasan, ketaverasan. Shu seshanba, chorshanba aytaman.
sal ertaroq kelib uy joy olasan, ishni sekin boshlayverasan, aniq qilib olay. Kecha Abdullayevga bormi desam, kartasiga tushgan 27 ming rubl dedi. Sani kartangga pul tushganmi, dushanba bitta ismingni cheksanga nochka qo'yib beraman, sen kunduz ishlaysan. Meni chaqiryapti. Tushunasan? Ishgami? Ishga chaqiryapti meni. Meni ishim sandan boshqa insonda anaqa propiska yo'q deyaptim. Bizni o'qitganda endi institutda bir hafta korchga berish uchun. Azzaga yotibdi, uxlayapti. Nima ish qilasiz? Men anaqa bilaman. Kran bilaman zavodda. Ahirchi mehnatda, men uchun mehnat birinchi o'rinda. TikTok bo'laveradi. TikTokka qarshi olib ham chiqaveraman rekka. 8 ta o'risni dumidan ushlab olib ham anaqa qilaveraman. O'shanga uxlayman deb uxlolmadim. Xotiringizni kuting. Yo'q, hozircha emas. Jannatim. Hozir vaqt emas. Yo'lga chiqsangiz keling, etbetlarni aylanamiz unda. Qayerda aylanamiz? Etbetda. Kech bo'lmasdan. Bir bo'lyapti, 12 dan o'tdi. Bitirasida bitta bosib berasiz-da. Ama bitta bosaman. Birpas yetib boraman. Xonamga olib kelaman. Birpas yetib boraman ama. Ha, tamam, keling. Sardor keldimi? Yo'q, ertaga keladi aka. Ertaga. Abetdan keyinlarga shu 2-3 larga qo'nadi. Xo'sh. Zek o'tiribdi. 105 ta odam bilan. Hozir gruppaga nima qo'ydi? Shoh Xudoat Nazim rahmat.